Sirdaryo viloyatida Bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan ko'zi ojiz talabgorlar uchun chet tilini bilish darajasini aniqlash bo'yicha test sinovlari o'tkazilishi mamlakatimizda yoshlar va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yaratilayotgan imkoniyatlarning yana bir yorqin namunasi hisoblanadi. Bu kabi tashabbuslar nafaqat ta'limdagi keng imkoniyatlarni ta'minlaydi, balki yoshlarning ijtimoiy faolligi va kelajakdagi kasbiy rivojlanishda muhim rol o'ynaydi. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Mamlakatimizda so'nggi yillarda ta'lim tizimini takomillashtirish, keng imkoniyatlar yaratish hamda inklyuziv muhitni kengaytirishga qaratilgan izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa nogironligi bo'lgan shaxslarning bilim va malakasini adolatli baholash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlash ustuvor yo'nalishlardan biriga aylandi. Ana shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 16-fevraldagi 73-son qarori ijrosini ta'minlash doirasida joriy yilning fevral oyida Bilim va malakalarni baholash agentligining Sirdaryo viloyati bo'limida ko'zi ojiz shaxslar uchun chet tillarini bilish darajasini aniqlash imtihonlari maxsus formatda tashkil etildi. Chet tilini bilish darajasini aniqlash va egallash darajasini baholash bo'yicha test sinovlari ma'lumki 2025-yildan boshlab ko'zi ojiz, ya'ni birinchi, ikkinchi guruh nogiron shaxslar ham joriy etilmoqda. Bundan albatta agent tomonidan ishlab chiqarilgan maxsus platforma orqali birinchi, ikkinchi guruh nogiron bo'lgan shaxslar, ya'ni ko'zi ojiz shaxslar uchun format ishlab chiqilgan. Mazkur format asosida belgilangan reja grafik bo'yicha demak agentlik tomonidan test sinovlari tashkil etilyapti. Albatta bu yerda talabgorlarimiz belgilangan ballni yig'adigan bo'lsa, ularga sifr shkalasi bo'yicha B1, B2 hamda C1 darajadagi sertifikatlar taqdim etiladi. Mazkur sertifikatlar ko'zi ojiz shaxslarga ham hamma abituriyentlar qatori oliy ta'lim muassasalariga kirishda demak chet tili fani bo'lgan barcha yo'nalishlarga demak maksimal ball beradi. Xulosa qilib aytganda, ta'limdagi yangilanishlar yoshlarning intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va zamonaviy bilimlarga keng yo'l ochish ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Yaratilayotgan imkoniyatlar yoshlarning o'z ustida ishlash, xalqaro talab darajalarida raqobatbardosh bo'lib voyaga yetishiga xizmat qilmoqda. Bu esa yangi O'zbekiston taraqqiyotida bilimli, tashabbuskor va qat'iyatli avlodni shakllantirish yo'lidagi muhim qadamdir.